Aravanlilar uchun yangiliklar chiqarishda davom etamiz. Bizga shunaqa yangi apparatimiz kelib qoldi. Bunimiz Hale firmasidan Smoothie apparat. Tak, akalar, bunimiz 7 xil poложенияda ishlaydi. Kачествоsi kuchli. Tok tortishi 220 volt ishlaydi. 1000 watt, ya'ni soatiga 1 kW tortadi. Buni ishlashiga kelsak, tak, shu yerdan suv ili sok xohlagan narsa so'siz bo'laveradi. O'zini ichida shunaqa barabani bor, u suvda muzlab turadi. Ya'ni suvda muzdek ushlab turadi har doim. Tak, bunimiz ishlatishga kelsak, akalar, shu yerdan yaqiladi va menusdan xohlagan narsalar tanlasanglar bo'ladi. Misol uchun ice cream tanlaganlarda bu yerda ligrovkasi sovishini ko'rsatib turadi. Boshqa narsasiga olsanglar, ligrovka o'zi o'zgaraveradi. Ishlashi boshlandi xolos. Mana. Buni tayyori shu yerdan kranni bitta ochganingizda как положено мороженое tushib beradi. Bu apparatga qiziqqanlar uchun akalar pastki nomerlarga aloqa chiqarasizlar, o'zimiz chiroyli narxlarda qilib beramiz. Adresimizni so'raganlarga adresimiz RSK banki to'g'risiga mo'jin bo'lgan kelaverasizlar.